Oddiy gap bo'lib qolgan oramizda bir-birimizga Alloh rozi bo'lsin deb qo'yamiz. Bu eng katta duo. Haligi umringga rizqingga baraka bersin va hokazolar bor, chiroyli gaplar, lekin mana shu ikki og'iz so'z, Alloh rozi bo'lsin degan so'zda juda katta bir xayriyat jamlangan. Chunki agar Alloh rozi bo'lsa, demak dunyo va oxiratda qanday yaxshilik bo'lsa, hammasi sizniki bo'lsin degan. Ikki og'iz so'z bilan shunday tilayapti. Alloh rozi bo'lsin deb aytilinadi. Agar Alloh rozi bo'lsa, Alloh g'azab qilmagan bo'ladi. Agar Alloh g'azab qiladigan bo'lsa, hamma yomonlik mana shu g'azab ichida bo'ladi. Demak, siz bilan bizdan Alloh taolo o'zi rozi bo'lgan bo'lsin. Har bitta narsaga yetishlik nimasi bor? Vaqti bor. Birodar, ishonching komil bo'lsin. Sen mo'minsan, Allohga tavakkul qilgansan, taqvo qilyapsan, qo'lingdan kelgan Alloh taoloni buyruqlarini bajaryapsan. Seni qo'llaydi, ishon, ikkilanma, shubhaga tushma, shoshilma.